Bir ko'rishda inson ta'bini xira qiladigan bu kadrlar doim minbarlarda ertamiz kelajagi deb aytilayotgan bolajonlarni tarbiyalayotgan maskandan olingan. Hattoki idishlarni o'sha belgilangan tartibdagi o'sha lattalarda emas, balki qo'lda yuvish holatlari kuzatilyapti. Bundan tashqari ko'rib turibmiz, idish yuvish uchun mo'ljallangan gubkadan ham foydalanilyapti. Aynan biz gubkalar yoki gellardan foydalanishga mutlaqo ruxsat bermaymiz. Tayyor taom beradigan idishiga ovqat qoldiqlarini solish mumkin emas. Sanitar qoidalarga rioya etilmagan deyiladi. Chiqindilarni solish yoki o'sha yilmay qolgan taomlarni solib yig'ish uchun ham albatta idishlarimiz menimcha yetarli emasligini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari shkaflarni ochib qaraganimizda suvaraklarni yuvgandan ham guvoh bo'ldik. Qo'l yuvgandan keyin uni tabiiyki artishga ehtiyoj tug'iladi va bu jarayonda har bitta o'sha qo'l yuvish rakvinalarimiz suyuq sovun bilan bir qatorda quruq salfetkalar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Hozir bu yerda ko'rib turibmiz, aynan birorta quruq salfetkani ko'rmadik. Manzil ham olis qishloqda emas, Yunusobod tumanida joylashgan va ko'pchilik biladigan 47-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Sanitariya gigiyena jihatdan talabga javob bermaydi. O'sha qon qoldiqlari albatta qotib qolgan, tozalash ishlari amalga oshirilmagan vaqtida. Kecha svet bo'lmagan, kechasi o'chgan. Nonushtalarni ham hali xolodilnikka qo'yishmagan. Bu 24-da olingan nonushtami? Kimdir zaharlansa, buni tekshiradi kelib. Buni o'zi tashqarida turibdi, sifati buzilib. Bu qanaqa holat bo'ladi? Bu obedlik ovqatga bo'lganmi? Nima bu olib berishmagan? Pishmagani svet kech keldi. O'shancha go'shtni bolalarga berdinglarmi shunda? Yo'q, mana turibdi. Hozir bir bo'lgani-yu, aynan 4 ga beriladigan o'sha sut mahsuloti deyaptilar, tayyorlash uchun olib qo'yilgan. 3,5 da beriladi. 3,5 da beriladi. Biz hozir ag'darib qo'ydik, ilib turish uchun. Sabzavotlar artilgandan keyin 2 soat mobaynida ishlatib yuborish kerak. Bir qondan artish umuman qat'iyan taqiqlanadi. Biz hozir o'choqda qilganmiz, anaqasiga o'choqda ko'proq ketadi deb men normani ko'proq arttirib yuboribman. Bu ertagacha tarkibini yo'qotadi va o'zgaradi. Ba'zilar o'ylashadiki, mayli ovqat pishirganda, qovurib yuborganda hech narsa qilmaydi degan fikr bildirishadi, lekin bu yerda albatta hali endi shakllanib kelayotgan bolalar taomlanadi. Eshik bo'lib, tirqishlari bo'lishi kerak. Tirqishdan havo almashinib turishi kerak. Bu yerda 19 ta non ortib qolgan holatini ko'ryapmiz. Ikkita guruh hali ovqatlanmadi deyapti. Ikkita guruhga tarqatilganda ham ortib qoladi bu non hozir. Faoliyatini boshlaganiga endigina 7 oy bo'lgan mazkur bog'chada 300 nafardan ziyod bolajonlar tarbiyalanadi. Ularga kunlik taomnomadagi ovqatlar o'rniga boshqa yeguliklar taqdim qilinayotgan ekan. Bu yerda kartoshka pyure bilan tiftel turibdi. Sizlar buni hozir svet yo'g'ini hisobiga ko'chada o'choqda qildinglar, to'g'rimi? Makaron jarqab qildinglar. Salat qildinglarmi yo'qmi, shuni ayting? Tayyorlamadinglar. Yo'q. Keyin qarang. Non deyilgan. Sizlar sariyog'li non olib qo'ygansizlar. Sariyog' yozilmagan bo'lma. Bundan tashqari xodimlarning e'tiborsizligi sabab 60 nafarga yaqin bolajonlar ikkinchi taomni iste'mol qilishmadi. Bu ikkinchi ovqat alohida kasulkada bo'lgan. Birinchi ovqat to'g'ri, haqiqatda bu noto'g'ri bo'lgan. Oshxona ishchilari boya to'kib yuborishibdi bilmasdan. Endi hozir biz ham kutmagandik. Ertalab kelinganda 30 ta bola uchun taom tayyorlashga mahsulot berilgan va albatta hozir ko'rib turibsizki, 18 ta bola taomlangan bo'lsa-da, lekin bu yerda taomlar ortib qolmagan. 11 ta gruppamiz bor, 11 ta gruppaga solib berganman. Soldim lekin buni tan olaman, точно soldim. Kelganimizda birinchi guruh ovqatlanib bo'lganda va o'sha yig'ishtirish jarayonida aynan taomni ko'p qismi albatta chiqindiga tashlandi. Bizda har bitta menyuyimizda har bitta bolani iste'moli uchun me'yori albatta ko'rsatib o'tilgan. Sog'lomligini tasdiqlovchi tibbiyot daftarchasiga ega bo'lmagan bosh oshpaz manzilda 2 oydan buyon taom tayyorlab keladi. Vaziyatni nazorat qilmagan bog'cha rahbari quyidagilarni ma'lum qildi. U bizda ishlab ketgan xodim bo'lib va hozirgi kunda hamma doktorlardan o'tgan, faqat bitta dona o'shandan o'tmaganligi sababli ishdan chetlashtirish qilindi. Lekin bugungi kunga biz bola sonini qamrab olmaganimiz uchun bugungi kunga biz unga iltimos qilib ishga chaqirdik. Chunki bizda hozir bitta dona oshpaz. Biz uni ishdan chetlashtirishga 24-sana bilan buyruq qilib qo'ydik. Faqat bugungi sanaga chaqirtirdik. Shu kuni o'z ishi va bolajonlarga befarq bo'lgan 47-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari bilan tushuntirish ishlari olib borilib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarida, ya'ni 6,8 million so'm jarima qo'llanildi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.